930 ming so'mga biznes boshlab olsanglar ham bo'ladi. Qop tikish biznesini. Qop mashinkani zo'ridan keldi akalar, ko'rishlar mumkin. Ubay brendiga tegishli batareykaligidan bo'ladi, tok yo'qligidan ham maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hozirlar bilan birgalikda ushbu qopimizni og'zini yopib ko'ramiz. Mana bu joydan tik bo'lib shuni uzib tashlanglar bo'ladi. Buni asosan o'sha yem sotadigan yoki un sotadigan akalarimiz ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, atiga 930 ming so'mdan xarid qilishlar mumkin. 930 ming so'mga biznes boshlab olsanglar ham bo'ladi. Qop tikish biznesini komplektida ko'rishlar mumkin. Yana bitta mana shunaqa ipidan chiqadi. Keyin zapas remellari, moylari bor va yana bitta batareykasi chiqadi. Zaryadchiga alohida chiqadi. Buni tokli variantlari ham bo'ladi. Ular ozgina arzonroq bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud. Yana bitta tikib ko'rsatamiz. Xudo xolasa sifati juda ham zo'r, garantiyasi bor.